Lola daraxti. Jizzax A sanoat hududi, ya'ni Promzona, Deya konditerskiy zavod oldidagi gazoni mana bu yangi ekiladigan lola daraxti. Mana bu tayyor ekilgani 80 ga i 80. Ataylar ekskavatorga 1,5 atrofi i 80 pastga qarab ham 1 metr kavlatganmiz. Toza tuproq, biogumuz 2 ga 1 nisbatda to'ldirib chiqibmizda. Oxirida mana shu holatda ekilibdi. Ko'rishinglar mumkin, oxirigacha xudo xolasa bir tekis. Ko'chat olasiz, ko'karmaydi, olasiz, ko'karmaydi. O'shanday qilib chiroyli qilib ekib yuborsangiz, xudo xolasa ko'karib ketadi. Endi avvali xudoku, biz faqat sababchimiz. Bunaqa tuproqda ko'karish qiyin-da. Shuning uchun chuqurroq, kengroq qilib kavlatdi. Hammasi zinch tuproq, mirch tuproq. Shuning uchun katta-katta qilib kavlatdi-da. Gazonni picha buzsak ham yana bu yerda chiroyli qilib yopib ketishga harakat qilyapmiz. Olgan ko'chatni yaxshi niyatda ekasizlar, shunaqa qilib chiroyli qilib ekinglar. Xudo xolasa ko'karadi. Ko'rib maza qilasizlar.